Murat, bu nima bu? Antipolitsiya deb yozib qo'yibdi. Bu antipolitsiya ayniqsa chakkandan keyin yoki ichgandan keyin keladigan noxush hidlarni yo'qotish uchun, ayniqsa ichib ko'chada chiqmoqchi bo'lsa, et-betga uchrashuvga noxush hiddan qutulish uchun bu samarali vosita hisoblanadi. Bu degani ichib olib bemalol mashina haydayman degani emas. Ammo albatta qonun qoidaga rioya qilinglar. Yangi uylangan bolalarga yoki qizi bor bolalarga zo'r narsa ko'rsatayman. Uchrashuvga chiqmoqchi bo'lib, ovqatlanib yoki chakib, noxush hiddan qutulmoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa Fresh Dance degan spreyimiz bor. Bu faqat hidlarni yo'qotib beradi xolos. Bemalol uyda yoki ko'chada mehmonga borganda ishlatib, bemalol hidlarni yo'qotib, приятный bo'lib, akkuratniy borganda terlaydigan joylar uchun spreylari bor, albatta. Juda effekti zo'r, arzon turadi o'zi. Hech qancha turmaydi. Zato приятный yurasiz.